Salom azizlar, sizlar bilan Uzgrand TV kanali. Dubay politsiyasi endi Rolls-Royce avtomashinalarida xizmat yuritadi. Yaqin orada Dubayga yo'lingiz tushib, ko'chalarda Rolls-Royce avtomashinasida ketayotgan patrul politsiyasini ko'rsangiz, hech ham ajablanmang. Chunki Dubay politsiyasi kuni kecha xizmat avtomobillarining rusumi bo'yicha ro'yxat qatorini yana bittaga ko'paytirdi. Tan olib aytish kerakki, Dubay politsiyasi bu boradagi rekordni allaqachon o'rnatib bo'lgan. Jumladan Dubayda politsiya xodimlari yangi Mercedes-Benz AMG GT-R, McLaren 720S, Audi R8 va Nissan Patrol avtomashinalarida harakatlanishadi. Kuni kecha Rolls-Royce rusumli avtomobillarning yangi ko'rinishdagilarini qabul qilib olgan politsiya xodimlari hattoki Dubayda orzu qiladigan avtomashinaga politsiya yozuvini tushirib, o'z vazifalarini ado qilishga bel bog'lashdi. Birlashgan Arab Amirligi vitse-prezidenti va bosh vazir hisoblanadigan Shayx Muhammad bin Rashid bunday avtomobillarning xarid qilinishini olqishlagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, xayr-salomat bo'ling.